Rossiya yana Ukrainaga hujum uyushtirdi. Rossiyada 13 yoshli bola hammomda telefon ishlatgani uchun vafot etdi. Endi Hindiston Rossiyadan emas, AQShdan neft sotib oladi. Tramp. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Tunda Rossiya Ukrainaga 2026-yildagi eng yirik havo hujumini amalga oshirdi. AQSh harbiy kuchlari Yaqin Sharqni deyarli to'liq o'rab oldi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Rossiyada Leningrad viloyatida maktab o'quvchisi hammomda telefondan elektr toki urishi oqibatida vafot etdi. Bu haqda gazeta Ru xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa Boksitogorsk shahrida sodir bo'lgan. Bola sayrdan keyin cho'milishga qaror qilgan va telefon hamda zaryadlovchi qurilmasini olib hammomga kirib ketgan. Bu vaqtda bolaning otasi o'g'lini sovuqdan issiqxonaga kirib uxlab qoldi deb o'ylagan. Bola esa hammomda telefonini suvga tushirib yuborib, elektr toki urishi oqibatida vafot etgan. Avvalroq Vladimir viloyatida ham o'smir vannada elektr toki urishi oqibatida vafot etgandi. U rozetkaga ulangan, telefondan foydalanayotgan paytda qurilma suvga tushib ketgan va o'smirni qutqarib qolishning iloji bo'lmagan. AQSh prezidenti Tramp Hindiston Rossiyadan neft sotib olishni to'xtatishga va AQShdan ko'proq neft xarid qilishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Bu haqda u 2 fevral kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Truth Social tarmog'ida yozib qoldirdi. Trampning so'zlariga ko'ra, suhbat davomida tomonlar savdo masalalari va Rossiya-Ukraina urushini yakunlash mavzusini muhokama qilgan. Uning aytishicha, Modi Rossiyadan neft xarid qilishni to'xtatib, asosan AQShdan, ehtimol Venesueladan ham neft sotib olishga rozi bo'lgan. Tramp bu qadam Ukrainadagi urushni tugatishga yordam beradi deb hisoblaydi. Shuningdek, Tramp AQSh va Hindiston o'rtasida savdo kelishuvi tuzilganini va u darhol kuchga kirishini e'lon qilgan. Kelishuvga ko'ra AQSh Hindiston uchun boj stavkalarini 25% dan 18% gacha tushiradi. Hindiston esa AQShga nisbatan barcha ta'rif va notarif to'siqlarni 0 darajagacha kamaytirish yo'lida harakat qilishga rozi bo'lgan. Bundan tashqari Hindiston AQShdan energetika, ko'mir va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham o'z ichiga olgan tovarlarni $500 milliard ortiq miqdorda xarid qilish majburiyatini olgan. Tramp Hindiston bilan munosabatlar kelajakda yanada mustahkamlanishini aytib, Modi bilan o'zini ish qiladigan yetakchilar deb ta'riflagan. Narendra Modi esa X ijtimoiy tarmog'ida muzokaralarni izohlab, Trampni maqtagan va bojlarning kamaytirilgani uchun minnatdorlik bildirgan. Biroq u Rossiya neftidan voz kechish masalasini tilga olmagan. So'nggi kunlarda AQSh Yaqin Sharq mintaqasiga juda katta miqdorda harbiy kuch va texnikani joylashtirmoqda. Bu harakatlar Eron bilan keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Harbiy mutaxassislarning fikricha, bu holat ehtimoliy keng ko'lamli mojaro uchun tayyorgarlik belgisi sifatida baholanmoqda. AQSh harbiy havo kuchlari US Air Force ma'lumotlariga ko'ra, mintaqaga quyidagi turdagi harbiy samolyotlar yuborilgan. 80 dan ortiq C-17 transport samolyotlari va 3 ta C-5M og'ir transport samolyoti hamda ko'plab C-130 parvozlari, askarlar va harbiy texnikani tezkor tashish uchun 20 tagacha KC-135 va KC-46 rusumli havoda yonilg'i qo'yuvchi samolyotlar. Bu samolyotlar jangovar qiruvchilar va bombardimonchi samolyotlarning uzoq masofada jangovar topshiriqlarni bajarishiga imkon yaratadi. HC-130J qidiruv-qutqaruv samolyotlari urib tushirilgan uchuvchilarni olib chiqish va favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish uchun. RC-135 Rivet Joint radioelektron razvedka va signal tizimlarini aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Shuningdek, avvalroq mintaqaga yuborilgan F-15E Strike Eagle hamda A-10C hujum samolyotlari ham jangovar shay holatda turibdi. AQSh harbiy dengiz kuchlari dengiz yo'nalishida ham AQSh kuchlari faoliyatini kuchaytirdi. Arab dengizida USS Abraham Lincoln aviatashuvchisi kemasi, Ummon va Fors ko'rfazida 2 ta Arley Burke turidagi esminets, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistondagi AQSh harbiy bazalarini himoyalash uchun navbatchilik qilmoqda. Aqaba ko'rfazi va O'rta Yer dengizida joylashgan yana 2 ta esminets Isroil xavfsizligini ta'minlashga yordam bermoqda. Hozirda Yaqin Sharq mintaqasida harbiy harakatlar xavfi keskin oshgan. Tomonlar o'rtasida diplomatik kelishuvga erishilmasa, bu harbiy kuchlar real jangovar to'qnashuvga aylanishi ehtimoli yuqori.
Shu sababli butun dunyo hamjamiyati mintaqadagi vaziyatni katta xavotir bilan kuzatmoqda. 3 fevral kuniga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaning Kiyev, Dnepr, Kharkov, Odessa va boshqa shaharlariga dron va raketa hujumlarini amalga oshirdi. Bu haqda Kharkov shahri meri Igor Terexov o'zining Telegram sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari ortidan shahar hokimiyati eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan 820 ta binoda isitish tizimini o'chirishga majbur bo'lgan. 3 fevral kuni NATO bosh kotibi Mark Rutte Kiyevga yetib keladi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, u Oliy Radada nutq so'zlash kerak edi. Biroq Rossiya hujumlaridan so'ng parlament binosida ham elektr energiya va isitish tizimi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Igor Terexov sahifasida Kharkovning o'qqa tutilishi 3 soatdan ortiq davom etgani haqida yozgan. Hujumlar energetika infratuzilmasiga qaratilgan. Maqsad aniq: maksimal darajada zarar yetkazish va sovuq ob-havo sharoitida shaharni isitish tizimisiz qoldirish. Biz zudlik bilan muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Men -20 darajada buni amalga oshirish qanchalik qiyinligini tushunaman. Ammo mazkur infratuzilmaga berilgan hujum bizni tezkor qaror qabul qilishga majbur qiladi, degan Terexov. Asosiy nishon energetika tizimi. Ukraina energetika vazirligiga ko'ra, ayrim hududlarda elektr ta'minoti vaqtincha uzilib qolgan. Bir qator shahar va tumanlarda favqulodda o'chirishlar joriy qilgan. Qutqaruv va ta'minlash guruhlari zudlik bilan ishga kirishgan. Hukumat bu zarbalarni Ukraina aholisini sovuq mavsumda elektrsiz qoldirishga qaratilgan bosim siyosati sifatida baholamoqda. Havo hujumidan himoya ishga tushirildi. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, havo hujumidan himoya tizimlari bir qator raketa va dronlarni urib tushirgan. Ammo ayrim obyektlarga zarbalar yetib borgan. Hozirda zarar ko'lami va qurbonlar soni aniqlanmoqda. Ayrim hududlarda portlash ovozlari butun tun davomida eshitilgani xabar qilinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolik infratuzilmasi ham zarar ko'rgan. Turar joy binolari va ijtimoiy obyektlarga ham zarbalar yetgan. Xalqaro munosabat. Ukraina rasmiylari bu hujumni keskin qoralab, xalqaro hamjamiyatni Rossiyaga nisbatan bosimni kuchaytirishga chaqirgan. Shuningdek, Ukraina g'arb davlatlaridan havo himoya tizimlarini yanada ko'proq yetkazib berishni so'ragan. Xalqaro tahlilchilarga ko'ra, bu zarbalar Rossiyaning Ukraina infratuzilmasiga qarshi strategiyasining yangi bosqichi bo'lishi mumkin.